Nipah virusi eng xavfli viruslardan biri. Ayrim holatlarda o'lim darajasi 30% dan 70% gacha yetgan. Bu virus asosan meva ko'rshapalaklari orqali tarqaladi. Virus mevaning ichida bo'lmaydi. Ko'rshapalak tishlagan yoki ifloslantirgan meva xavfli bo'lishi mumkin. Asosan ochiqda o'sadigan va ko'rshapalaklar yeydigan mango, banan, ananas, kokos va papaya mevalarida xavf bo'ladi. Eng xavfli manba bu xom kokos sharbati. Bangladesh va Hindistonda xom holda ichiladi. Kechasi ko'rshapalaklar kelib, sharbat idishiga so'lak tushiradi va ifloslantiradi. Shu yo'l bilan ko'plab epidemiyalar kelib chiqqan. Bu virus asosan meva orqali, xom sharbat orqali, kasal hayvonlardan kasal odamlar bilan yaqin aloqada yuqadi. Nipah virusi ayrim Osiyo davlatlari, xususan Bangladesh, Hindiston, Malayziya va Singapurda qayd etilgan. Bu davlatlarga sayohat qiluvchilar gigiyena va ehtiyot choralariga qat'iy rioya qilishlari ma'qul. Tropik iqlim va sanitariya sharoitlari virus tarqalishiga qulay muhit yaratadi. Yaxshi xabar. O'zbekiston va Markaziy Osiyoda hozircha nipah virusi qayd etilmagan. Sabablari bunday ko'rshapalaklar kam, xom kokos sharbati bizda ichilmaydi va iqlim ham mos emas. Virusdan himoyalanish uchun tropik mevalar va yuqorida sanab o'tilgan davlatlardan kelgan mevalarni yaxshilab yuvish kerak. Xom kokos sharbatini ichmaslik kerak. Kasal hayvonlardan uzoq bo'lish va bu kasallik bilan kasallangan odam bilan yaqin aloqadan saqlanish kerak. Muhimi vahima emas, ehtiyot chorasi. Ehtiyotkorlik hayotni saqlaydi.